a few, little, a little. Bu so'zlarning farqini eslab qolish qiyin bo'ladimi? Hozir men sizga bitta lifehack o'rgataman. So'zlar farqi bir-umr esingizdan chiqmaydi. Little bu water, air, sugar singari sanalmaydigan otlarga ishlatilishini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Few esa a car, a phone, a home singari sanaladigan otlarga ishlatilishini ham hammamiz juda yaxshi bilamiz. Lekin a few bilan few farqi nimada? Yoki little bilan a little farqi nimada? Demak, so'zga e'tibor beradigan bo'lsangiz, a few so'zi few ga nisbatan ko'proq harflardan tashkil topgan, to'g'rimi? A little so'zi ham little so'ziga nisbatan ko'proq harflardan tashkil topgan. Xuddi shu narsani eslab qolsanglar bo'ladi. Ya'ni a little ga nisbatan ko'proq, a few ga nisbatan ko'proq deb eslab qolsangiz bo'ladi. Masalan, I have few apples deydigan bo'lsam, menda kam olmalarim bor, hech kimga yetmaydi, bera olmayman degan ma'noni bildiradi. I have a few apples deydigan bo'lsam, menda ozgina olmam bor, lekin sen bilan bo'lisha olaman deb tushunsa bo'ladi. Xuddi shu singari I have a little sugar deydigan bo'lsa, kam shakarim bor, lekin bo'lisha olaman. I have little sugar deydigan bo'lsa, kam shakarim bor, bo'lisha olmayman, o'zimga ham yetmayapti degan ma'noni anglatadi. Demak, eslab qoldinglar, harfi ko'proq bo'lsa ko'proq, harfi kamroq bo'lsa kamroq. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Izohlarda qaysi mavzuni tushunishingiz qiyin bo'layotgan bo'lsa, yozib qoldirsangiz, keyingi videolarda siz xohlagan mavzularni yoritib chiqamiz va bu videoni ingliz tilini o'rganayotgan tanishingizga shunday yuborib qo'ying.